Sherqobul aka etikni bitayotgan holati hali shlipovkalari bo'lgani yo'q. Shlipovkalarni qilib pardozlarni qilamiz. Uzangi zashnilari tikildi mana. Zakasni qilib 2 silo qalin koja mana ichki astarigacha. Hali bu qolipdan ham tushgan yo'q aka, qolipda turibdi. Mana bog'ichini ligirovkasi. Bog'ichini o'tkazib, qo'njini keyin torligini ligirovka qilsangiz bo'laveradi mana aka. Qilari ham mana 2 qatordan qoqildi aka, zakasni qiling. Bu sherigi mana.